Ola qora chiroyli qoralardan boshladik. Baklarni qarang. Bola buqacha. Biz platni sinashga beraman. Molimizga ishonamiz. Xohlasam mollar yaxshi. Toza shved paroda ona bola sigirlar. Mazza ekan bu. Yumshoq. Bolasi Novos ikkinchi qorniga 14 litr sutga. Mana sigir zo'rlari. Tojinalarim qiynalmasdan sog'oradi. Mana ishlari. Siz 500 ming so'mdan sizga. Shu video ostida 300 ta like qilsa 500 ming so'm beramiz. Akalar, ham mol olasiz, ham pul olasizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli Jasur kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quvvatma Qonigalik markazi. Nodirbek akamiz xonadonlari. Sotimizda 3 bosh yaxshi ona bola sigirlarimizdan bor. Ma'lumotlar beramiz. Qaysi bular yoqsa ma'qul kelsa telefonlashib, savdolashib, kelishtirib, tushirib olishingiz mumkin. Aytilgan narxlar kami bo'ladi, kami sizlardan. Aqlingiz yetgancha savdolashib, tushirib olaverasizlar. Arzimas mehnatlarimiz qo'llab qolgan holatda bir donadan like'lar bosib iltimos qilamiz. Pulga va davom etib shu videoni ko'proq ko'rish uchun sababchi bo'lasizlar xolos. Va biz endi ko'rayotgan insonlar bo'lsa, ekran so'zidagi podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar sizlarga o'z SMS-larida borib turadi, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Muntazam tomosha qilib boraverasizlar. Shunaqa videolar qo'ysak, birinchilardan ko'rib olishingiz mumkin. Ish analizi sanaqda sinalgan sigir so'ragan insonlarga videoni tashlab qo'yinglar. Nodirbek aka, o'rming. Sog'lar yaxshimi? Rahmat. Mollar yaxshimi? Yaxshimi? Nima gap aka? Xohlasa ikkita yaxshi. Aha. Sigirimiz bor. Sinaqda sigirimiz bor. Aha. Yedi ichti sog'ligi, Yeyishiga, tanizoni sog'ligiga, yuvvoshligiga kafolati bor. bir aybi nuqsoni bo'lsa tanaveramiz. Ayb nuqsoni bo'lsa molmani. Shu yaqin orada bo'lsa sinab olishga. Pulsiz olib ketib sinab olsin. Mana o'zimiz atrof bo'lsa, endi o'zimiz atrof 5-10 kilometrga bo'lsa, bo'lsa biz platni sinashga beraman. Molimizga ishonamiz. Xohlasam mollar yaxshi. Shundan o'tdi. O'tda ancha baxtlilar. Yuvvoshligini, shu yog'i yig'izlar. Boshlayveramizmi? Boshlayveramiz, olgan odam baraka topadi. Bismillah. Ola qora chiroyli qoralardan boshladik. Baklarni qarang. Bola buqacha. Mana qizil olasizlar. Yursan, qaranglar. Yonib oldi. Qani, ketdik o'zimizning joyga. O'zi yushing bolasini ham aka. Yushing, ketdik. Mana. Ikkalasini, yonma. Ketdik. Hashim o'chara. Nodirbek aka, bu nechinchi qorin? To'ta turing. 3-chi qorin. Qancha suti bor? Aha. Qancha suti bor? 14 litr, 13 litr, 14 litr. Aha. Bola buqa. 3-chi qorin. Bo'ldi, keyin ko'rsat. Ichkarida hozir mol zo'r turibdi. O'tiring siz. Bola zo'r o'xshaydi mana, ana. Mana mol. Bo'ylari o'rta mol, lekin chiroyli ekan, sifati bor ekan. Dehqon bor. Baklar qaranglar, jonivorlar baklarida. Zo'r. Mana. Qancha deyapsiz? Ha? Kami bor. Biz obunachilargacha. Jasurga 29 millionga vodiy bo'ylab dastlab ketsin. 28 ga. 28 ga. Ha. 20 telefon qilishaversin, kelishtirib beraman. 29 kami bor. 28 xayri bor. Xayri bor, 29 xayri bor. 500 arra bo'lmasa. Ketdik. Bo'laveradimi? Bo'laveradi, Jasur. Hurmatli obunachilar. Maza qilib sog'ib ichadi. Yaxshi mol ekan, tinim mol ekan. Ha, bitta ko'rsatib beringchi. Aytgan sog'ib ko'rsatib beramiz. Mana. Akalar bo'ylari biri 20 plus 25 yon verida. Ha, yosh bolalar yuvoshini ko'rsatyapti. Ko'raverasizlar, lekin hosilni qaranglar, bakda suti ko'p, ishonarli. Albatta aytilgan sutlar chiqadi. Bu nima deydi? Mashincha sutni borgandan keyin 5 litr 2 litr sut olinmaydi. Avvalo chiroyli boqinglar. Boqqanga yarasha sigir o'zini hosilini beradi. Yaxshi qora mol ekan. Qaranglar. Mana tagidan qaranglar. Bola ham dadi. Mana buqacha. Polvoncha, xudo xolasa 1 yil onasini bepulga qoldiradigan buqacha bo'ladi. Gap. Mana bir haftalik bo'ldi. Bir haftalik zo'r. Bolani ham zo'r berdi. Dadil beribdi. Polvon beribdi. Toza shved. Bolasi ham onasi ham zo'r edi. Voy baquvvatligini.
Qaytaravering. Mana mol, hurmatli obunachilar. Chiroyli, sifatli. Bu nechinchi qorin? Uchinchi qorin. Aha, to'xtatavering. Bu bolani zo'r berdi-da, qarang. Bolasi 10-cha. Lekin polvon a. Bolam oq tumshuq, oq quloq. Ikki hafta bo'lyapti, Jasurda yana suvni qo'yilgan. Voy, o'tirishlar qarang. Yana qo'yilgan 2 haftalik. Suvni qo'yilgan. Uruqqa qo'ydingizmi? Hop. Bu qornidagi 4-chi bo'ladimi? Ushab qolsa? Oradagi 4-chi bo'ladi. Xudo xolasa. Tishlarini ochib, hozir ko'rsataylik. Yo'q, hozir sog'ishni bir qadar ko'rsatamiz sizlarni. Zo'r. Baqoling, qarang ana bolani. Chiroyli mol ekan, ko'z bilan ko'rganda hammaga ham yoqadigan mol ekan. Xo'p, nechta sut beryapti hozir? 10 ta sut beryapti. 10 ta sutga. 10 ta sutga berilaveradi. 10 ta sutga. Baxsa beradi-da hammasi ham. Aha. Zo'r. Hurmatli akalar. Yaxshilab ko'rib olinglar. Rularni yaxshilab ko'rib. Qo'yib yuboring bolasi o'zi ishlaydi. Mana toza shvetlar, mana toza parodalar. Ana jonivor. Necha sut dedingiz? 10 ta. 10 ta sutga. 10 litrga Yengil ko'rib olishga. Bola 10-cha. bola xunadi. Narxi nechi pul? Narxiga 29 million kami bor. 29 million kam bor. Savdosi bor. Savdosi bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ham bor. Aha. Qaranglar, jonivor. 29 million savdosi bor, o'dinglar dastakasi bor. Yana kamiki videoda kamaytirib berasizmi? Kamaytirib beramiz. Telefon qilishaversin, hammasi kam. Aha. Avvalo mol yoqsin deng. Mol yoqib, Avvalo mol yoqsin. Yopishtirib ayting, tezda sotaylik. Jasurga telefon qilishaversin, kami ko'p. Videoda kelishiring. 28,5. 27,5. 28,5 ga telefon qilishaversin, yana kelishtirib. 28 ga telefon qilsin. Telefon qilishaversin, Jasurga kelishtirib beraman. Videoda ayting, axir bu hisobi chiqadigan. 28,5. Va, yana o'zingiz gapingizni qilyapsiz-da. Ha. Yaxshi mol. Men ham yaxshi narx aytdim. 2 million tushirmadim. 500 ming aytganingizni o'tyapsiz. Ko'p aytmayapman. 500 ming o'tib bera olmaysizmi? 28 kami bor. 28,5 kami. Va! Nodir aka, keling. 28 ga o'tib berasiz. Bor aka. Nima dedingiz? Bo'ldi. Bo'laveradimi? Avvalo molsizlikni men sotib qo'ydim lekin. Akalar, mana ko'chatiga e'tibor beringlar, baquvvatligiga. Yaxshi mollar ekan, chiroyli mollar, sifati o'zi bilan. Ola qolasi ikkalamiz ham. Bolasi novvoschalari. Mana. Yirikligini qarang buni, jonivorda. Mana shu ikkinchi tug'ishi. Aha. Bola buqacha. Bola buqacha mana, zo'r, yaxshi bola beribdi. Hozirlar 4 joyda. Sog'inlari hamma zo'r. Bo'yi bordir, biri 40 plus. Bemalol chiqadi. Chiqadi, 40 plus. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, zo'r mol aka. Mana qarang, joning sog' bo'lgani. Bolani qarang, otga o'xshab uch chaqirar ekan-a? Bola yaxshi. Yaxshi bola. Mana sigir. Nechta sut beryapti hozir sizni qarovingizda? 14-15 litr suti bor Jasur. Aha, 14-15 ta sutga. 12 litrga sinashga beraveradi. 12 ta. Bu ikkinchi qorningizmi? Ikkinchi qor. Ikkinchi qorn. Bolasi buqa. Xolasi bu. Yaxshi mol ekan. Chiroyli mol ekan. Hurmatli akalar, ko'raverasizlar. Mana qozilar 4 joyda bu hozir em qo'ydan yechilgan biz kelganda. Mol yemiyor. U dimlarni laynab bo'ling. Jasurga. Yaxshi. Ko'chat zo'r. Katta bo'lib ketadi bu. Etlanib qolsa boru mol. O'zi badani o'zi normal yukda oladi. Hozirgacha dalada yurdi. Jasurga Daladan to'g'ri keldimi? Daladan to'g'ri keldi. Dehqonchi ariqlar bo'yida qo'yib yuborib boqaverasizlar. Yengil. Aha. Bolasi o'zi yeb tursa ham, Hazil akam bir 2 oy 3 oyda yaxshigina pulga kirib qoladi. Bolasi o'zi sutdan to'ydirib qo'ysa. Agar bolasini qo'yib olsa, maza qilib oladi. Shu onasini ko'ryapti-ku. Maslaqa bo'ladi. Kamida shunaqa bo'ladi-da. Biz o'zimiz ko'rdik. Oddiy joylari moldan 1 tonna-yu 300 kilogramlik buqa tug'ibdi. Zot qo'ygan hisobga kichkina onasi 130, lekin bolasi shunaqa katta bo'lib ketgan ekan. Bu onasi bu katta. Kamida shunaqa buqa bo'ladi. Kamida. Nech pul qo'yib berasiz bu sigiringizni? Nodirbek aka? Jasurbek, hali olib qochmay aytaymi? Ha. 37 million. Kami bor. Kami bor. Dastavkasi? Vodiy bo'ylab dastlabkasi. Agar aytilgan narxga olsa O'zbekiston bo'ylab qilib berasizmi? Qilib beraveraman. 37 ga olsa O'zbekiston bo'ylab. 37 ga Toshkent o'sha Samarqand, Buxoro. Ha, o'sha.
Ammo lekin qarang, 2 million 3 million tasagalik joylar ham bor. Kelishamiz a? Gapdan qaytish yo'q. Akalar aloqasi qo'yar. Mol yaxshi mol. Mehr talab. To'g'risini aytsak, bir qarovi yaxshiroq bo'lgan. Daladan kelgan bir bitta joyda baylab, silos, kepa, ko'njarab berib tursa, Men silos yegan biz daladan keldi deyapti. Men hozir axlatini ko'rsangiz ham aytasiz. O'sha. O'zi bilinib turibdi, o'zi aqli yetadigan insonlar hisobi chiqadi. Kattaligi, so'z karazinglar bu dimlangani yo'qda, to'g'ridan daladan to'g'ri kelyapti. Bola buqa. 14 ta sutliza, 14 ta 12 taga sinovga desa 12 taga beraveradi. 12 taga sinashga. Bundaqa shunaqa bahsi 14 litr beradi. Bu mumkin undan ham ko'p berishi mumkin. Avvalo sigiri sutini mo yiliga qarab hech kim aytolmaydi. Faqat sog'ilgandan keyin, paqira tushgandan keyin hisob chiqadi. Katta idish bilan ham mumkin aytilgan sut chiqmasligi mumkin-da. Kichkina do'ppi bilan idish bilan o'sha sutni qoylatib qo'yadigan sigirlari bor. Ko'rdik. O'zimizda tajribada o'tdi. Shuning uchun akalar sigir sutini kelib sog'aman deganga erta kech 2 mahalga kelib ko'raveradi. Ko'raveradi. Zo'r bo'ladi, shunaqa qilib ko'rib olsang, o'zi ham ishonch hosil qilib olsa. Xonadonimizdan ko'rib olib ketishaversan. Akalar aloqasi qurasizlar, kimga ma'qul kelsa bu ikkinchi sigirimiz edi. Bolasi Novos ikkinchi qorniga 14 litr sutga. Mana sigiri zo'rlari. Nodirbek akadan bugun zo'r sigirlar. Hurmatli obunachilar, idris jarayonga boshlandi. Birinchi chiqqan sigirimiz, ikkinchi chiqqan sigirimiz. Ha, qara jonivorlar. Mana.